Nega siz kim uchundir yashashga harakat qilyapsiz? Nega siz kim uchundir nafas olishga harakat qilyapsiz? Nega siz odamlarning gapini gap deb o'zligingizdan ketyapsiz? Nima sababdan? Sizda o'rtoqlaringiz futbolga borsa, siz boryapsiz. Boksga borsa, boksga, karatega borsa, karatega, olishga borsa, olishga. Nima sababdan? Sizga sport yoqmaydi-ku. Nima uchun siz o'zingizga yoqmaydigan ishni qilishingiz kerak? Sizga esa ovqat pishirish yoqadi, oshpazlik yoqadi, to'g'rimi? Boring oshpazlikka o'qing, boring oshpazlikda o'rganing. Qayerga yozilgan ekan faqat erkaklar sport qilishadi, ayollar oshpaz bo'ladi deb. Yo'q unday narsa. Erkaklar ham ayollar ham sportsmen, ham oshpaz bo'la oladi. Bunday narsalarni mana bu ongingizdan, qalbingizdan chiqarib tashlang. Siz o'zingiz uchun yashashga harakat qiling. O'zligingizni unutmang. Siz erkak bo'lsangiz ham siz shim tikishni yoqtiryapsiz, to'g'rimi? Liboslar tikishni yoqtiryapsiz. Har xil narsalarni kashf qilishni yoqtiryapsiz. Modelga o'qimoqchisiz. Nima uchun endi siz odamlarning gapi nima deydiki, men ustimdan nima deb o'ylashadi, men haqimda degan gaplariga ahamiyat beryapsiz? Nima sababdan? Nima uchun? Ular o'z yo'lida, siz o'zingiz yo'lingizda. Ertadan sizni ko'z yoshingizni hech kim artmaydi. O'zingizni ko'z yoshingizni o'zingiz artasiz. Shuning uchun odamlarning gapini gap qilishni to'xtating. O'zingizga yoqaydigan ishni qiling. Qayerda ko'p oylik bo'lsa biz o'sha yerga chopayapmiz. Qayerda ko'p pul bersa agar biz o'sha yerga ishlashga harakat qilyapmiz. Nima sababdan? Axir ichimizda shunday insonlar bor-ku, loydan bir narsalar yasashni yaxshi ko'radi. Kimdir tillodan bir narsa yasashni yaxshi ko'radi. Hammada har xil narsalar bor. Siz ham o'sha narsani yaxshilab o'ylab ko'ring. Mana bu qalbingizga, ongingizga quloq soling. Sizda ham o'zingizni sevgan narsangiz bor. Sizga sport yoqmayaptimi? Bormang. Qo'lingizdan kelmayaptimi? Bo'ldi. Ikkinchi u sport yoniga yaqinlashmang. Oshpazlik yoqmayaptimi? U yerga ham bormang. Tikish yoqmayaptimi? Bormang. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Sizga nima yoqadi va siz nimani qila olasiz? Va o'sha ishni oxirigacha yetkazishga harakat qiling.